Hammaga salom. Qisqasi sizlar bilan Lemar. Bugun sizlar bilan Koreyadagi sartaroshlar qanaqa bo'ladi, o'zi Koreyada soch oldirish yoki narxlar qanaqa, shu haqida sizlar bilan borib ko'rib, sochimni oldirib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Ko'p odamlar koreyslarga oldiradi sochini. O'zbekistonga kelganlar esa o'zbeklarga ham oldiradigan sartaroshlar bor, lekin men koreyslarga oldirishni yaxshi deb bilaman, chunki koreyslar tilini topsangiz ham arzonga ham yaxshiroq qilib qo'yadi. Agar tushuntirishni bilsangiz, shunaqa men sochimga shunaqa qilib bering yoki shunaqa narsa qilib bering deb o'zingiz stilingizda aytsangiz, shunaqa narsa qilib berishi mumkin. Qisqasi biz hozir uydan chiqdim. Uydan chiqib o'sha men boradigan Mengshilgacha, ya'ni sartaroshxonagacha ikkita bekat bor. Metroga chiqsak yaqin. O'sha Koreyaga kelganimga o'sha 2 yildan oshgan bo'lsa, 2 yildan oshgan yil davomida men faqat o'sha akaga oldirardim sochimni. Kecha telefon qilib, qilib qo'yganman, ya'ni bron qilib qo'yganman joyida soat 3 ga kelgin degan. Soatimiz 2:28. 3 bo'lishiga ozgina bor, lekin bugun sal vaqtliroq chiqdim. Ko'chada ovqatlanib olib, keyin soch oldirishga qarab ketmoqchi edim. Qisqa shunaqa ko'p gapirib o'tirmaymiz, borib tezroq ko'rsatib. Qisqasi men sochimni 20 ming wonga oldiraman. Hozir pastga yozib qoldiraman bu qancha pulligini. Qisqasi borib sizlarga qanaqa xizmatlar bor, sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Biz metroga ketdik. Qisqasi bolalar, men yetib keldim. Hozir soatimiz 2:35, hali ancha bor. O'shanga ko'chadan ovqatlanib turamiz. Ovqatlanib soat 3 dan o'zi hamma yo'qda, o'zi koreyslar bilan qanaqadir yaksuqsizlar, ya'ni va'da bersalar, ko'rishamiz yoki biror narsa qilamiz deb o'sha kamida 10 minut oldin yoki 5 minut oldin borishlaring kerak. Bu narsani o'zi bizda doim kech qolib boriladi, o'zi oldindan. Shu narsani o'zim ham shunaqa edim, chunki qayergadir bormoqchi bo'lsam yarim soat shunaqa kech qolardim doim O'zbekistonda. Bunaqalar Koreyada o'tmaydi ekan, chunki Koreyada biror narsaga va'da berdingizmi, shunga ancha ozgina oldin harakat qilib borib turishingiz kerak ekan. Ko'p marta uyalib qoldim shunaqasidan. Xohlagan ishlarim bo'lmadi. Shunaqa qilib keyin o'zim majburladim axirroq harakat qilishga. Keyin aytilgan soatdan ozgina oldin borib, uni kelganingizdan keyin ogohlantirib qo'yib, Koreyada shunaqa narsa, masalan, kimdir uyga taklif qilindi. Uyga bormoqchi bo'lsangiz 3 ga kelgin dedi. Keyin 3 dan 2:50 ga bordingiz. Borganingizdan keyin 2:55 da yoki 58 da unga SMS yozib qo'yasiz, men keldim deb yozib qo'ysangiz, keyin bemalol o'zlari kutib olishadi yoki kirib ketsangiz bo'ladi. Shunaqa narsalar qilish kerak. Shu narsalar, shunaqa sifat, ya'ni odatlarni rivojlantirish kerak Koreyada yashash uchun. Qisqasi shunaqa. To'g'risi nima ishdan bilmayman hozir. Shanga qani. Men teri qo'llab ayo. Nimadir yo'q, o'shani yeb ko'raman endi. Davay, sizlarga omad. Hozir aloqaga chiqaman. Qisqasi bolalar, men qaytdim, ovqatlanib chiqdim hozir. Svetofordan o'tyapman, yo'lda yo'q edi. O'sha biz kutgan joy sartaroshxona. Qisqasi shunaqa. Birinchi yashagan joyim shu, Koreyaga birinchi kelgan joyimda. Orqadagi binoni ko'ryapsizlarmi? Oq bino, o'sha yerda yashaganman. Hozir boshqa joyga ko'chib ketganman, lekin hali ham shu joy yaqinida yashayman, chunki o'qishim shu atrofda. Borib kelish yaxshi, lekin bitta ham tinch. Sentrdan ozgina uzoqroq, masalan 20 minut yo'l. Koreyaning sentri Seul joyidan.
o'shaning uchun tinch. Juda shovqin ham emas, lekin juda narsalar ham ko'p, anaqa emas. Tinch joy. Hamma narsa bor, ovqatlanishga, boshqa narsa, o'zbek ovqatlari ham bor, yaqin. Shuning uchun shu tarafga zo'r. Qisqasi biz keldik. O tepadagi Next Hair degan joydamiz. Qisqasi hozir kirib yana videoni davom ettiraman. Hozir kirib olay birinchi. 여기 올려? 오, 올려놨는데 돼요? 아, 네. 봐봐, 해봐. 좀 더 올려야 돼? 아, 네. 아, 잠시만요. 올리려면 이거 쓰는데. 아, 여기 있어요. 이거 올려. Sas bola biz yetib keldik akamni yoniga. Annyeonghaseyo. 머리는 그러면 저번처럼? 아, 네. 근데 옆에는 좀 저번 해주는 곳 있잖아요. 너무 짧게 하얀. 좀 더 짧게? 네네네. 더 짧게? 네네네. 잘 지내셨어요? 아니 뭐 저는 똑같죠. 지금 이제 복학했죠? 학기. 네. 어제 쉬었어요? 응? 어제 쉬었어요? 어제 쉬었어요. 아. 수요일 쉬는 날. 저런 거 이제 찍어서 네. 거기다 올리는 거야, 편집해서? 네. 요즘 그 인스타 같은 것도 시작했어요. 그 라이프스타일 같은 거 찍고. 그치, 인스타그램 같은 거. 왜 인스타 안 하세요? 난 손이 안 는다. 요즘 다 거의 다 인스타 해요. 인스타 요즘은 다 하지, 찍고, 그치. 올리면 다른 사람들 보고. 인스타 안 해도 손님 많아요? 뭐 그냥? 나는 인스타 못 하겠더라고. 왜요? 막 이런 찍는 거 이런 걸 못 해. 너무 쉬운데요? 그냥 잘 있는 거 한번 찍고 여러분 오늘은 이렇게 그냥 인스타그램 안 하겠더라고 나. 근데요 응. 여기 넥스 헤어 여기만 있어요? 아니면 여기만 있어요. 프란치자 같은 거 아니죠? 아직 아니야. 그냥 나 혼자. 혼자요? 근데 넥스 헤어 어떻게 지었어요? 그냥 뭐 이게 우리 아버지. 네. 우리 아버지가 옛날 회사 이름이 네. 넥스트였어요. 넥스트요? 우리 와. 아버지 회사가. 와. 그래서 그냥 뭐 짓지 하다가 그거 그냥 그대로 따라간 거야. 와. 그러면 부모님도 서울 계세요? 같이 있어요. 그럼 같이 사시는 거예요? 그쵸. 아들 한 명이요? 아니요, 형이 있어요, 형. 형이요? 아. 한국에서 이런 스타일 그 옛날부터 있었어요? 근데 여기 앞머리를 이렇게 열어서 그런 거 하는 거. 응. 옛날부터 있었어요? 옛날에도 있었죠. 근데 드라마 같은 거 봤을 때 그런 거 없었는데. 내가 많지는 않았는데 있긴 네. 있었어. 아 그래요? 와. 와. 옛날에도 막 가르마 같은 거 타고. 아. 이번 주 일요일 날 대구 가야 돼요. 어디? 대구요. 대구? 네. 대구는 왜? 요즘 제가 여행사 회사에서 일하는 거 시작했어요. 그래서 수료 같은 거 가서 내가 그런 거 해야 돼. 지난주도 갔다 왔는데 너무 서울보다 안 돼요. 그치. 교통은 안녕하세요. qisqasi bolalar hozir sochimni uzoq bo'ldi.
go'shtga qarab ketyapmiz. Shunaqa menga eng yoqqan narsasi shu soch yuvish, massaj qilib qo'yadi. Ba'zan qiladi soch qisqasi. Har xil shampunlarda, balzamlarda yuvib qo'yadi. Yuvgandan keyin ba'zan qiladi soch. 잘 이렇게요. Qisqasi maza qilasizlar, shunaqa massajlar ham bor. Soch chiqqanlaringdan keyin hozir sochlaringni quritib, keyin boshidan tekislab qo'yadi. Shunaqa. Akam doim shunaqa zo'rlab qo'yadi. Soch to'kiladi. 네, 다 됐습니다. 그러세요. Pasportni bizda suyadi. Biz kartadan to'lov qilamiz. Ko'rsizlar. 네, 됐습니다. Pasportlar sochga nima deyapti? Soch kalda qilib. Qisqasi shunaqa bugungi kungi videomiz. Qisqasi bolalar bizdan kartamiz 19 ming yechdi. 19 ming yechib hozirda shu ahvolga keltirib qo'ydi sochni. Shunaqa gaplar. Keyingi videolarda ko'rishguncha like bosinglar, obuna bo'linglar. Yaxshi ko'ramiz.